Assalomu alaykum. Mana biz Oqsaroy o'sha afsonaviy Oqsaroy yonida turibmiz. Juda ham chiroyli, juda ham bir mahobatli saroy. Oqsaroy Amir Temur farmoni bilan qurilishi boshlangan. 1404-yil tugallangan, 24 yil mobaynida qurib bitkazilgan. Bu go'zal inshootni qurgan Muhammad Yusuf Tabriziy o'sha Amir Temur bilan suhbat qurgan, o'sha qanday Oqsaroy qurilishlari haqida, ular haqida alohida aytamiz. Muhammad Yusuf Tabriziy shu darajada kuchli usta bo'lganki, Amir Temur Oqsaroyni qurib bitkazilgandan keyin ustalar ustuni degan mukofot bilan taqdirlangan. Ustani juda hurmat qilgan va Oqsaroyni yana shunday afsonalarga aylanib keladiki, o'sha tarixiy manbalarda, ko'p tarixiy manbalarda bu so'zlar uchramaydi. Afsonalarga aylanib keladiki, Oqsaroyni qurayotgan Muhammad Yusuf Tabriziy yarim, ayni hozir mana Oqsaroyda yarim qismini ko'rib turibmiz. Yarmida kelganda Muhammad Yusuf Tabriziy qochib ketadi va 2 yil yo'qoladi. Amir Temur farmoni bilan Muhammad Yusuf Tabriziyni topib kelishlarini buyuradi. Chunki Amir Temur o'sha Muhammad Yusuf Tabriziyga juda sharoitlar qilib bergan edi. O'sha Oqsaroy qurilishida har bir aytganini o'sha boylik deydimi, har bir jihatdan o'sha ustoni rag'batlantirgan edi. Lekin usta qochib ketadi. Usta qochib ketganda oradan 2 yil o'tgandan keyin ustani o'zi qaytib keladi va Amir Temurga shunday deydi. Agar sizni bu tarix qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Aynan shu qismdan o'sha usta Amir Temurga nima dedi, nimani ko'rsatdi, aynan shular haqida to'xtalib o'tamiz.